109 ming so'mdan hech aboy sotib olganmisiz? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Stroymir do'konidagi chegirmalar bilan tanishib chiqamiz. Do'kon manzili haqida kengroq ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, bu yer Chelak shahri Qumchiq mahallasida yo'l bo'yida, ya'ni Chelak markaziy pochtasini oldida joylashgan. Stroymir do'konida avvalgi kunda 149 ming so'mdan sotilgan pol moyishi aboylar bugungi kunda aksiya doirasida 109 ming so'mga tushirildi. Bu aboylarni istalgan miqdorda xarid qilish imkoniyatingiz bor. 180 ming so'mdan 250 ming so'mgacha sotilgan super moyish aboylar bugungi kunda aksiya doirasida 149 ming so'mdan 159 ming so'mgacha narxlar tushirildi. Do'konda hozirda 400 xil turdan ortiq aboylar mavjud bo'lib, bu yerdan siz har doim so'nggi modada aboylarni topishingiz mumkin. Bundan tashqari, Stroymir do'konidan lyustralar, plafonlar, laminatlar, eshiklar, o'zi yopishadigan dekor aboylar va yana bundan tashqari xo'jalik uchun kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni 10% gacha chegirmada xarid qilishingiz mumkin. O'zingiz yoki biror yaqiningiz qurilish boshlagan bo'lsa, Stroymir do'konidan chegirma asosida arzon narxda barcha mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Murojaat uchun ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qiling. Bu videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.